O. Ha ketdi. Ha ketdi. Mana o suv Yo'q, mashina yo'q, popudniki degan u ham. Popudniki. Ular bitta mashinada ekan, bitta chiqib hop. billa chiqib ketaman dedi. Hozir mana Andijon viloyat Paxtabod tuman madaniyat sihatgohida davolanayotgan davolanuvchilar bilan suhbat qurmoqdamiz. Bugun mana 31 avgust kuni 2025 kuni. Hop, sizlar mana sizlar 6-marta kelishing. Hozir birinchi sizdan boshlaymiz-a. Siz endi ko'p yoshingiz katta ekan, mana o sizni ismingiz, ismi sharifingiz, Saidov Saparboy. Saidov Saparboy. Nechinchi yil tug'ilgansiz? 43-yil tug'ildim. 1943-yili. Xorazm viloyatidan, Xorazm viloyat Gurgan tumani. Birlashgan qishlog'i. dan kelgansiz. Ha, yaxshi. Nechinchi marta kelishingiz? 8-marta kelishim. Ha, yaxshi. 8-marta, yaxshi. Qanday taassurotlar bu yerdan? Men bu yerdan juda katta taassurotlarim bor. Bundan bir 4 yil oldin juda yura olmaydigan bo'lib qoldim. Keyin menga xirurg, o'zimizda xirurg o'rtog'im bor. Shu aytdiki, sen dedi, shu yoqqa bor. Shu yoqqa borganingdan keyin bu suvdan ichsa, mana shu yerda suv bor dedi. Suvdan ichsang hamma tomonlaring dedi yaxshi bo'lib ketadi. Men Allohga shukr deyman. Hozir bemalol, tayoqsiz bemalol yura olaman. Mana Xorazmdan har yili bu yerga har yili kelaman. 20 kuncha, 15 kuncha dam olib ketaman. Qabuljonga bu G'ilavoras Qabuljonga katta rahmat. Bu hurmatga arziydigan odam, yaxshi muomala qiladi. Bu inson deydi, til bilan davolash kerak deydi. Bu Qabuljonda shu qobiliyat bor. Shunga men juda xursandman. Men har yil kelaman bu yerga. Allohga shukr. Rahmat. Sizlar Biz Namangan viloyati. ismi sharifingiz birinchi eng avvalo. Do'stmatova Malohat. Do'stmatova Malohat. Viloyati. Nechinchi yil? 1964 1964-yil tug'ilgansiz. Namangan viloyati Chust tumani Karkidon shaharchasidan. Yashayman. Ha, yaxshi. Nechinchi marta kelishinglar sizlarni? 6-marta. Yaxshi. Rahmat. Shunchalik shubota ketyapti. Hozir qanday taassurotlaringlar bu yerdan? Mana shu tog'ani fikrlariga qo'shilamiz. Yaxshi. Sizni ismi sharifingiz nima? Fayziyeva Gulchehra, Fayziyeva 68-yilman. Siz ham shu nimadan? Shu Namangan viloyat Bitta joydan. Chust tuman. keldik. Ha, 17 ta odam, 17 kishi yaxshi. Guruh bo'lib. Ha, yaxshi. Taassurotlarimiz yaxshi. Yaxshi. Bu joydan lecheniyalar, mana suvlar, boshqa lecheniyalar ham bor ekan, suvlardan tashqari. Igna bor, igna terapiya bor, masajlar bor ekan. Biz kayfiyatimiz nihoyatda yaxshi. Ha, yaxshi. Kelganga nisbatan o'zimizni yaxshi his qilyapmiz. Biz yana kelishga qaror qildik. Ha, Yana ko'payib yaxshi. kelishga qaror qildik. Sizlarni ham, boshqalarni ham mashaga kelishga, dam olishga tavsiya etamiz. Ha, yaxshi. Xursandmiz. Ayniqsa doktor ming marta rahmat. Mana o'sha qalbi kengliklari, samimiyliklari, oqko'ngilliklari bizga juda ham ma'qul keldi. Umrlari uzoq bo'lsin. Biz rosa xursandmiz. Ha, yaxshi, rahmat. Salomat bo'ling. Yaxshi, rahmat. Mana shu mana prezidentimizni ichki turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha buyruqlarni bajaryapmiz-da. Mana sizlar 17 kishi kelgansizlar. Mana shu ichki turizm hisoblanadi. Shu masalalarni ko'rib, mana sizlar Chust tumani bizdan bu yerdan 150 kilometr uzoqlikda joylashganda bu yerga mana shu Farg'ona vodiysining eng shimol tomonida bo'lsa, biz bu yog'ida shunaqa kelib davolanganinglar uchun, dam olib sayohat qilganinglar uchun rahmat sizlarga. Xo'p. Yaxshi, Xudo xolasa. Endi bizni
tashkilotchilarimizga, mana shu tumanimizni rahbarlariga qanday fikr mulohazalaringlar bor bizning hokimiyatlarga? Endi bularga uzoq umr, baxt, saodat, uzoq yillar yashasın. Bizlarni mana shunda bu Qobiljonni mana shunaqa joylarga nima qilibdi. Endi bu men kelish paytimda bu yangisi qurilganiga yo'q edi. Fundament bor edi faqat. Hozir mana juda ajoyib fundamentni o'zi sharoiti ham yaxshi. Endi nima deyman endi? Sharoitlari zo'r. Endi qisqasi bu Qobiljon til bilan davolashni ham odam bilan muomala qilish qobiliyati juda katta. Bu insonga eng birinchi til bilan davolash. Til bilan davolash juda shirindan shirin nima, achchiqdan achchiq nima deganda til degan. Bu insonning tili har xil narsaga olib keladi insonni. Yaxshi, rahmat. Rahmat. Men bugun ketyaptilar ekanda, shu eson-omon, sog'-salomat, poyezd bilan ketasizlarmi? Ha, yaxshi. Sog'-salomat uyinglarga sog'-salomat yetib olinglar, xudo xolasa. Ha, bir bizni nimalarga bir salomatlik, yo'llaringiz bexatar olsun, sog'-salomat manzillaringizga yeting. Meningdek qarib nevara chevara ko'rish hammamizga nasib qilsin. Oyog'imizdan yeylaylik. To'ylarga borish, bu to'ylar nasib qilsin sizlarga ham. Meningdek qarib yurish nasib qilsin Alloh. bizni Yo'llarimiz bexatar olsun. Sog'-salomat prezidentlarimizni, viloyat hokimimiz Shuhratbek Qo'shoqboyevlar ham bir yaxshi duo qilib bering. uzoq umr, baxt, saodat ularga ham. Davlatimizni mana prezidentimiz men endi qisqasi bunaqa davrda hech qachon ko'rmaganman. Mana yoshim anchaga borib qoldi. Men urushdan keyingi davrda, urush davrida tug'ilganman, lekin u paytlarda bir kuni men shunaqa nimani bilaman, shu yig'lab yurdim. Chunki non yo'q. Ichkari uyga kirsam, oyim ham yig'lab o'tirgan ekan. Chunki oyim menga non topib bera olmagani uchun yig'layotgan ekan. Mana shunaqa davrlarni ko'rganmiz. Allohga shukr, bunaqa davrni hech qachon ko'rmaganman. Mana yoshim 80 dan oshib qoldi. Bardam baquvvatman. Nimaga? Chunki har joylarda yuraman. Mana bu yerlarda o'zim ancha tetiklashdim bu yerda. Bu yerga kelib. O'zi tayoq bilan yurardim oldin. Bir duo qo'yinglar, duo Amin. qiling. Tinchlik, parag'atchilik, sog'lik, salomatlik. Yurtimiz tinch bo'lsin. Prezidentimizga rahmat. Bundan da zo'r bo'lib, baxt, saodatli bo'lib yurish nasib qilsin. Sizlarga ham uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Sog' salomat bolalar. Eson-omon bola chaqalar oldiga yetib olinglar. Borishni tilayman. Alloh akbar. Rahmat. Ko'zimga yosh